materiali yong'oqdan bo'lsin degan akalarimizga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar akalarimiz. Yong'oqdan so'rilarimiz. Xo'p, ikki xil variantni tavsiya qilyapmiz. Razmeri 2,5 ga 3, 2,5 ga 3,5 chiroyli holatda bo'lgan. Materialimiz 3 yil, 4 yil oldin qurigan, masalan, chiroyli baquvvat bo'lgan holatda sizlarga tavsiya qilyapmiz. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Yana bir tushuntirsak, milliy naqshinkor uslubda bo'lgan ishlarimiz. Xo'p, o'yilgandan keyin kraskasini sepib, keyin qo'lda tozalab chiqilgan bir varianti bor. Laklari go'zal holatda berilgan. Xo'p, katta razmerimiz mana shu holatda naqshini o'yib turib, laklarini berib qo'ygan holatlari bor mana. Yong'oqdan so'rilar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastlabki uстановкалari ichida qilib yetkazib beramiz. Ishlarimiz shu, xudo xolasa go'zal holatda qurigan, ishonarli, quriganligiga xudo xolasa garantiya berilyapti. Inshaalloh yaxshi saqlanib, yaxshi ishlatilsa, sizlarning yaxshi kuninglarga xizmat qiladi. Yong'oqdan, sasnadan degan akalarimizga bemalol yetkazib beramiz shunaqa ishlarimizni. Xo'p, sasnadan ishlarimizni ham ko'rsatib beramiz. Like bosib qo'yasizlar. Sasnadan sizlarning aytgan razmerlarga qarab tayyorlab beriladi akalar. Mana sasnadan ham ishlarimiz bor. Go'zal holatda bo'ladi. Razmerlar 2,5 ga 3, 2,5 ga 3,5. Qanaqa razmerlar kerak bo'lsa, sizlar aloqaga chiqaverasizlar. Biz sizlarga yetkazib beramiz. Sizlardan faqat like bosib, yaqinlarga jo'natib, so'rovlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ldi. Telegramdan yozsanglar, rasmlardan tashlab beramiz. O'shanga qadar kelishib, gaplashib, sizlarga yetkazib beramiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.